Ethan Mollick. Shuni Co-Intelligence degan kitob, bilmayman, ko'rinyaptimi, yo'qmi? Sun'iy intellekt bilan inson intellekti har doim bir-biridan alohida ishlamasligi kerak, balki ular bir-biri bilan yonma-yon birga ishlashi kerak deydi. Bu qanaqa bo'ladi desangiz, tasavvur qiling, siz dizaynersiz. Dizayner bo'lganingizdan keyin o'zingizni hamma dizaynerlik qobiliyatlaringizni sun'iy intellektga ochiqchasiga topshirib qo'yishingiz mumkindir. Lekin o'zingiz yangi g'oyalar uchun yaratilmasangiz, yangiliklar ustida ishlamaydigan bo'lsangiz, sizni unga beryaptigan so'rovingiz hech narsani o'zgartirmaydi. Ya'ni natija misol o'laroq aytaman, hech narsani o'zgartirmaydi. Bunga bitta misol qilib aytaman, ya'ni sun'iy intellektni to'g'ri izlanish natijasida matematikada 60 yil yechilmagan muammoni bugun ertalab bitta 23 yoshli bola OpenAIda agar o'qigan bo'lsalaring, o'sha 5/5 modeli bilan yechibdi. Modelda ketgan yo'nalishi, bolani bergan so'rovlari oqibatida ketgan yo'nalishi 60 yildan beri olimlar urinib turgan, ya'ni yo'lakka yurmaganda umuman boshqa yo'lakdan yurgan. Ya'ni sizni kreativligingiz, qo'pol qilib aytganda, sun'iy intellektni to'g'ri boshqarishga olib keladi va siz natijada co-intelligence, ya'ni bitta miya emas, ikkita miyani rostdan ikkita miya qilib ishlatasiz. Ya'ni bitta miyani o'chirib qo'yib, sun'iy miyani ishlatishning o'rniga ikkita miyani haqiqiy ma'noda ishlatishingiz mumkin bo'ladi.